Jo'jalarim meni. O'zi ham nafasim qisilib ketdi, lekin siz qisiq biz boshladik. Eshit sen uchun bu qo'shiq. Bu qo'shiq men uchun. Bu qo'shiq men uchun eshitamiz. Kom hitum hi ho, abutum hi ho. Uzra chidolmayman. Mana shu muzikaga borib o'zim rasmlarimni qo'ysam maylimi? Qo'shiq menga atalgan-u. Zindagi kom hitum hi ho. Janavi mera dardi, mera aşıqi abutum hi ho. Bo'ldimi? Asalchi, bantikchasi muncha chiroyli, muncha shirin. Ko'p negativ kommentariyada e'tibor beraman-da. Trans muhokama qilyapti deydi. Mana bugun men ruxsat beraman. Bemalol shunaqa yozishingiz mumkin. Mana bu Asalchan bantikchasi prям настроениямni ko'tardi borib. Voy jala, bular tugaydimi yo'qmi? Va bu qutishlikni. Kim menga bu videoni yubordi? Yozib yuboringlar, kim yubordi? Ertaga tong sahar doskaga chiqasiz. Bilib qo'ying shuni. Men bir 10 kunga jinnixonaga yotib kelmasam bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi kelding? Nimaga chaqiruvdingiz? Nimaga chaqiruvdingiz? Telefoningni berib tur. Telefoningni berib tur, sendan so'rayapman. Sizlar ham eshitdingizlar, vur bo'lib ketdimi? Pikmi videolarda ham effektlar ishlatilarkan-a? Nifiga себе. Ular eshitmayaptimi? Hech nima yo'q ichida. Hech nima yo'q ichida. Nimaga? O'zini yosh boladek tutadi. Birorta travma bormi ekan-a? G'alati-yu, to'g'rimi? Itinglar. Menga qara. Ikkinchi san qiz meni ko'zimga ko'rinmagan, tushundingmi? Bu shvabrachani ham shu kichkina o'zidan yosh bolani tutayotgan qizchaga yetibdi-da, kuchi nima dedinglar? Bitta kalla qo'ysangiz yiqiladigan bola o'zi. Nima bo'ldi? Pikmi batareykachasi tugab qoldimi? Bitta chiroyliga bitta xonaya deganda. Shakar bolaga o'xshaymanmi men? Mani sassiqcham qayerlarda yuribdi ekan? Iltimos sizlardan bu kishini sassiqchasini topib beringlar. Iloji bo'lsa atmetga ham qilib ketinglar. Endi-chi? Bundaqalar ko'payib ketyapti, bundaqalar. Nima bo'ldi hozir? Men LGBTni qo'llab-quvvatlayman, LGBT fuqarosiman. Haqiqiy propaganda-ku bu. Nimaga bizni internet tarmoqlarimizda bu aylanib yuribdi? Ha? Sizchi? Qanaqa fuqarosiz? Men seni ko'ryapman. Hammaga rahmat. Ayttir.